Avstraliya Strategik Siyosat instituti Xitoyning Sharqi Turkistondagi uzunligi 3 kilometr keladigan g'oyat zo'r ko'lamlik bir lagerning sun'iy hamroh suratini oshkorlagan. BBC xabarlari to'rining bildirishicha, Avstraliya Strategik Siyosat instituti xalqaro to'r markazining tadqiqotchisi Nathan Rosser 3 kilometr uzunlikdagi bu lagerning suratini to'rda e'lon qilgan. Nathan Rosser bu lagerning ko'lamining Disney bog'chisi bilan teng ekanligi, lagerdagi mahbuslarning diniy va madaniyatga aloqador atalmish jinoyatlari sababli tutqun qilinganligini bildirgan. 1 kilometr uzartilgan ekan. Nathan Rosser Avstraliya Strategik Siyosat institutining o'tgan yilda e'lon qilingan lagerlar haqidagi dokladini tayyorlagan tadqiqotchilardan biri. Ular sun'iy hamroh suratlarini analiz qilib, 380 dak lagerning o'rnini topgan va bu lagerlarning davomli kengayayotganligini bayqagan. Zimiston to'rining yaqinda xabar qilishicha, ishkir Xitoyning har qaysi o'lkalarida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarmi qattiq nazorat ostiga ilingan bo'lib, ular o'zining milliy va diniy kimligini ifodalashi cheklangan. Xabarda bildirishicha, Xitoy hukumatı atalmish Xinjiangdagi qoloq millatlarga yordam qilish uchun ularning farzandlarini ishkir Xitoyda o'qitayotgan bo'lib, amaliyotda bu Xitoy hukumatining osonlik millatlarni xitoylashtirish siyosatining bir qismi ekan. Ishkir Xitoy Fujian o'lkasi o'tir maktabining o'qituvchisi Zimiston to'riga bergan uchurida Uyg'ur va qozoq o'quvchilarining kundalik turmushini qattiq nazorat qiladiganligini, o'quvchilar dars o'qiyotgan vaqtda ularning yotog'iga kirib, dinga oid narsalarning bor yo'qligini tekshiradiganligini aytgan. Yerlik soqchilar yana o'quvchilarning yonfonini doim tekshirdigan. Bir Uyg'ur o'quvchi to'rdan hukumatga qarshi videoni ko'rib qolganligi uchun bexatarlik idorasi tomonidan tekshirilgan. Shandonliq bir o'qituvchi o'z maktabidagi Uyg'ur o'quvchilarning har qanday diniy faoliyat bilan shug'ullanishiga, hatto tomoqdan keyin duo qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini aytgan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping janubdagi Guangdong o'lkasidagi bir harbiy bazani ziyorat qilganda askarlarni zehniy va kuchini urushga markazlashtirishga chaqirdi. Xinjiang alayida iqtisodiy rayonning qurilganligining 40 yillik munosabati bilan bu rayonni ziyorat qilgan Xi Jinping, Changzhou shahridagi Xalq ozodlik armiyasi qarmog'idagi dengiz armiyasini ziyorat qilgan va bu yerdagi askarlardan yuqori hushyorlik holatida turishni va mutlaq sodiq va ishonchli bo'lishni talab qilgan. Diqqat qilishga arziydigani bu ziyorat Tayvan masalasi va Wuhan virusi sababli Amerika bilan Xitoy orasidagi jiddiychilik eng yuqori pallaga chiqqan mezgilga to'g'ri kelgan. Aqsaroyning hafta beshida yaxshilangan raketa sistemasining Tayvanga setilishi to'g'risida Amerika parlamentiga ma'lumot berganligi xabaridan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligi Washington hukumatiga qattiq inkos qaytargan va Tayvanga qurol setish planini darhol to'xtatishni talab qilgan. Fransiyaning Nantes shahridagi bir muzey Mongol imperatori Chingizxon to'g'risidagi ko'rgazmani Xitoy hukumatining bisimi sababidan kam deganda 3 yil kechiktirganligini e'lon qildi. Muhofizachi gazeti ko'rgazmaning kechiktirilish qarori to'g'risidagi xabarida Xitoyning bu qatimliq mudoxil qilish urinishi Beyjingning shimolidagi ichki Mongol avtonom rayonida yashaydigan Mongollarga bo'lgan kamsitishni kuchaytirayotgan mezgiliga to'g'ri keldi deyildi. Gazetning xabariga qaraganda, ko'rgazma ichki Mongolning poytaxti Xoxotdagi bir muzey bilan birlikda o'tkazilmoqchi bo'lgan. Lekin muzey mas'ullarining bildirishicha, Xitoyning Mongol madaniyatini o'zi xohlagancha aks ettirish urinishi sababidan jiddiylik ko'rilgan. Muzey Xitoy hukumatini faoliyatiga mudoxil qildi deb aybladi va Beyjingning Mongollarga zulm qilayotganligini o'tirg'i qo'ydi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerikaning Rossiya va Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga saylanganligini tanqid qilishiga norozilik bildirdi. Zhao Lijian Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga saylanishini tanqid qilganligiga qarata Xitoy Amerikani siyosiy virus tarqatishni to'xtatishga chaqirdi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo kishilik huquqqa xiloflik qilgan davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga saylanishini ayblab, Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga mustabid hokimiyatning saylanishini ayblaydi degan edi.
Алдыңғы күні Женevada turishliq 47 a'zosi bor Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashiga saylangan 15 yangi davlat ichida kishilik huquqqa daxl taruz qilganligi sababli tanqidga uchrayotgan Xitoy va Rossiya bor edi.